O'rtoqlar bilasizlar, Namanganga kelganda hozirlar ko'rib turgan ming xildan shu asosiy video texnika o'ptib sotadigan joyga keldim. Mana shu ko'rib turgan barcha texnikalarni halol narsa savdoga hech qanaqa foiz penalasiz berishar-ekan. Naqdga olaman sizlar har bitta mahsulotni o'zini zavodda narxidan tarqatishar ekan. 7 kiloli avtomat kir mashinamiz 10 yil kafolati bilan atiga 2 million 450 ming so'm. Mikromallovkalarimiz 3 yil kafolati bilan atiga 750 ming so'mdan boshlanadi. Blenderlarimiz yillik kafolat bilan atiga 190 ming so'mdan boshlanadi. Deylik, ikkita kameraga pashti bo'yin bilan tering 1 million 990 ming so'mdan boshlanadi ekan. Gaz plitalarimiz 1 million 990 ming so'mdan boshlanadi ekan. 12 talik kasenlarimiz narxi 3 million 800 ming so'mdan boshlanadi ekan. Uстановkalar ichida ekan. Ulush instrumentlarni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Любой turidan bor. Santexnikalar borligini qaranglar. Bunga nima deysizlar endi? Televizorlarning assortimentini qaranglar. Narxlari 990 ming so'mdan boshlanadi. Do'konga kelib barcha turdagi mebellarni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Lekin moddiy bitimi. Bunaqa do'konni o'zim birinchi marta ko'rishim Namanganda ekan, Namanganda. Aka, manzili qayerda? Namangan shahar. Namangan shahar To'raqo'rg'on tumani. Namangan shahar To'raqo'rg'on tumani. Dehqon bozori yonida. Dehqon bozori yonida. DMJ binosi orqasida. DMJ binosini shuni orqasida joylashgan. Har birlarni kutamiz kelasizlar. Mana shu yerga qaytaman. Bir dona like bosinglar. Namanganning barcha yaqinga jo'natib qo'yinglar. Foydalanib qoladigan joyi hech qanaqa foiz penalasiz. Halol narsa savdoga. Kutamiz, qaytadan kelasizlar.